Assalomu alaykum, hurmatli baliq ishqibozlari, baliq shaydolari. O'lkamizga bahor fasli ham kirib keldi mana. Bugun chislomuz 10-mart. Hafta kuniga seshanba. Daraxtlar gullab mana. Hosillari xudo xolasa. Yurtimiz ham ancha sovib qoldi. Xudo xolasa endi mana mart, aprel, may oylarida baliqlarni ko'chirishni boshlaymiz o'rtoqlar. Kim uy sharoitida baliq boqaman desa, intensiv usulda baliq boqaman desa, baliq boqishlarni o'rgatamiz. Shogirdlarni olamiz, noldan o'rgatamiz. Qo'lingizdan kelgancha o'rganasiz, biz ham qo'ldan kelgancha yordam qilamiz o'rtoqlar. Baliqni to lichinkaligidan tortib shu darajaga yetishtirishingizgacha, katta qilishingizgacha, boqishingizgacha, sotishingizgacha yordam beramiz o'rtoqlar. Videoning tagida telefon raqamlari bor. Sahranit qilib Telegramga kirib olishlar mumkin. Shogirdga qo'shilaman desalaring, shogird grupa ochib qo'yganmiz alohida. Oylik to'lovi bor, oyiga 300 ming so'mdan o'rgataman. Shu baliqni qanday boqish, qanday yetishtirish, qanday ko'paytirish haqida qo'ldan kelgancha o'rgatib boraman. Telefon raqamini ko'tarmayman. Telefon qilib ovora bo'lmanglar, kamdan kam ko'tarishim mumkin. Sababi ishlam ko'p. Xo'sh, bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzumuz baliqni ko'chirish haqida qisqa bir video tayyorlab bermoqchiman. Xo'sh, ko'rib turgan baliqlar ilon baliq o'rtoqlar. Ona baliqlar hisoblanadi. Bir jup ota hamda bir jup ona baliqdan ko'payadi. Bittaga bittadan ko'payadi. Haligi tovuqqa o'xshab qo'nib kelgan bosib ketolmaydi. O'shaning uchun bitta erkak bitta urg'ochdan ko'payadi. Xo'sh, mana shu ko'rib turganlar mana o'ng qo'lingdagilar, o'ng tarafdagilari, mana shu ko'rib turgan baliqingiz mana. Ayoli. Yonida chap tarafidagi erkagi. Bitta erkak bitta urg'ochdan ko'payadi. Kim qiziqaman desa, olib borib boqsangiz bo'laveradi. Uning uchun sharoit qilib berish kerak. Sharoit deganda o'sha qamishlarni qilib tabiiy sharoit qilib berish kerak baliqqa. Mingtadan milliontagacha ikra tashlaydi o'rtoqlar. Xudoyim beraman deydigan bo'lsa, pulga ko'mib yuborish hech gap emas. Xo'sh, bugun sizlarga bo'lmasa o'sha baliqni ko'chirish haqida gaplashib o'tib ketadigan bo'lsak, o'rtoqlar baliqda erta bahor tashlanadi suvga. Erta bahor deganda o'sha kunlar siganda ko'chiriladi. O'shanda keyin baliqni olib borib o'zingizda hovuzingizga tashlab ko'paytirib olsangiz bo'laveradi. Uy sharoitida ko'paytirib olsangiz bo'laveradi bemalol. Go'shti mazamli, juda ham mazali bo'ladi. Xo'sh, olib chiqib sotaman desangiz, narxi ham boshqa baliqlarga nisbatan ancha balandroq yuradi. Xo'sh, bugungi mavzumiz baliqni ko'chirish haqida. Baliqni o'rtoqlar bizga ustozimiz o'rgatganlari bo'yicha suv muzlaganda baliqni ko'chirib bo'lmaydi. 3 ta holatda baliqni ko'chirib bo'lmaydi. O'sha birinchisi suv muzlagan holatda baliqni ko'chirib bo'lmaydi. Ikkinchisi o'rtoqlar chang to'zon bo'lganda baliqni ko'chirib bo'lmaydi. Uchinchisi o'rtoqlar havo isib ketganda ko'chirib bo'lmaydi. O'sha 3 ta qoidaga amal qilsangiz, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Qo'ldan kelgancha foydali ma'lumotlarni o'rgatib ketaman. Qanday qilib boqish, qanday qilib yetishtirish, qanday qilib shu darajaga yetkazish haqida hammasini shogirdlar gruppasida o'rgataman. Pastdagi telefon raqamlar faqat o'sha sizda Telegramga kirib kanalga ulov olishingiz uchun. Ikkita kanal bor, bittasi o'sha katta o'pish kanalimiz bor, ikkinchisi unga faqat yangiliklar aytib turiladi. Videolar chiqarib turiladi. Ikkinchisi o'rtoqlar o'sha haqiqiy dars o'taman, haqiqiy qo'ldan kelgancha mutaxassis sifatida o'rgataman. Kiril alifbosida ilon baliq deb yozsangiz ham Telegramda birinchi bo'lib chiqadi. O'sha hammasi qo'ldan kelgancha o'rgatilingan. Shogirdlar gruppasida har yakshanba kuni ertalab bir mahal, kechki payt bir mahal dars o'tamiz. Soat ertalab o'sha kunduzgisi 11 da, kechkisi soat 7 da dars o'tamiz o'rtoqlar. Kim qiziqadigan bo'lsa, kirib bemalol qo'shilib olsangiz bo'laveradi. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Xo'sh, manzil Namanganda, Mingbuloq tuman Jamashu shaharchasida, ismim Ikromjon. Kelib ko'rib, o'rganib ketaman desangiz ham bo'laveradi bemalol. Sizlarga mana baliqda kichkinagina holatidan to o'sha 10 kilo, 15 kilo bo'lgungacha, yetiltirilgungacha baliq boqishlarni o'rgatib qo'yaman. Qiziqqanlar bo'lsa kanalga kiringlar, obuna bo'linglar. Odamlar qilyapti mana hozirgi kunda salkam 7000 tadan oshiq shogird chiqardim O'zbekiston bo'yicha. Chet
qo'shni davlatlardan ham bor. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonlardan ham shogirdlar chiqarganman. Bemalol sizlar ham bo'lgansalar bo'laveradi. Qo'shimcha biznes. Agar daromad qilaman desangiz, kattaroq joy bo'lishi kerak daromadga. Uy sharoitida bola chaqam uchun o'zim yengil bir 40 million, 50 million foyda ko'raman deydigan bo'lsangiz, uy sharoitida bossangiz ham bo'laveradi bemalol. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.